Assalomu alaykum. Ushbu loyiha Agrobank hamkorligida Surxondaryo viloyati Termiz tumani At-Termiziy mahallasida 146-konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerga ko'k piyoz ekilgan. Maydon jami 10 gektardan iborat bo'lib, bo'yi 351 metr, bo'yi 280 metr tashkil etadi. Bu yerda ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanib, hozirgi kunda ekinlar yig'ib olingan. Ekinni yetishtirish davri 95 kunni tashkil etib, yetishtirish jarayonida sug'orish, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantirish vaqti bo'lib, mo'l hosil yig'ib olindi. Ushbu loyihaga 20 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 50 sotixdan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyiha samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Muxtor Agro Tekstil kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 9 tonna, jami 180 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalari daromadlarini yanada oshirish rejalashtirilmoqda.